qanday qilsam so'ngqva gaplarni qilib boshqalarning ko'nglini og'irta olayman, kulib turib ularni ranjita olayman deb bu haqda o'ylaymiz. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın özüge yaxşı ko'rgan narsani qarindishiga yaxshi ko'rmaguchilik mu'min bo'lolmaysizlar degan bu so'zi sahobalarning jon halqumiga kelib qolgan vaqtidami kuchini yo'qotmagan. Asla ve asla İkrimning qashida uning dadasining yomon gapini qilmanglar. Hidayet Allah xalqan bendelerge beradigan bir in'am hediyedir. Biz özümüz Müslümanның avladı bo'lganligimiz uchun yoki musulmonlar jamiyatida yashab o'sib cho'ng bo'lganligimiz uchun o'zimizning iymoniga ishinib ko'ranglab ketishdan saqlanishimiz kerak. Aksiya Allah Taoladan ya muqallibal qulub, ey qalblarni o'rib cho'rguchi, mening qalbimni diningda mustahkam qilgin deb Allohdan tilab turishimiz kerak. Aramızda nurg'unlagan yaxshi kishilarning ezib ketganligini ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Shundaqla bir odamning kofirning bolasi va yoki urug' tuqqani va yoki kofirlar jamiyatida tug'ilib o'sib cho'ng bo'lganligidan bu odamning iymon aytishidan, yaxshi odamga aylanishidan umid uzmasligimiz kerak. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ni o'ldirish uchun qilichini yalang'ochlab mangan Hazreti Ömer shu topda nada? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ning qabrisining yeniden urun almoqda. Biz bugün musulmonlarning, sahobalarning Fir'avni bo'lgan Abu Jahilning o'g'lining hayoti bo'yicha zalim, mushrik dadasining qo'lidagi qamchi olib, musulmonlarga qarshi elib borilgan urushlarning hammasiga qatnashib, musulmonlarga nihoyat ig'ir zulmlarni va ziyonkashliklarni qilgan İkrimaning hidoyat topgandan keyin islom yo'lida ajoyib fidokorlikni ko'rsatganligidan iborat tarixiy voqealar bilan turishib chiqamiz. İkrima ibn Abu Jahil Makkadagi mushriklarning kattvoshlari, shundaqla islomga nihoyat o'chmanlik qiladigan Abu Jahilning o'g'li edi. Shundaqla Makkadagi yoshlar orasidagi ko'zga ko'ringan chavandozlarning birisi edi. Shuning uchun Abu Jahil musulmonlarga qarshi elib borgan urushlarda uni o'zi bilan birga elib oladi. Ya'ni Ikrima dadasi Abu Jahilning musulmonlarni izishda, musulmonlarga zulm qilishdagi qo'ldagi qamchi edi. Ikrima Badr urushida dadasi bilan birga safning oldida chiqadi. Shundaqla dadasining Abdullah ibn Mas'ud tarafidan o'ldirilganligini o'z ko'zi bilan ko'rdi. Shundan e'tiboran uningda musulmonlarga qarshi o'chmanlik texmi avjiga chiqadi va undan keyingi musulmonlarga qarshi elib berilgan urushlarda oldingi safda aktiv qatnashadi. Uhud urushi, Xandaq urushlarining hammasiga oldingi safda qatnashadi. Toki Hijratning 8-yili Makka fath qilingan qadar musulmonlarga qarshi urushda birinchi safda bo'ladi. Hijratning 8-yili Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 10,000 kishilik qo'shin bilan Makkaning atrofiga kelib to'plashadi. Shundaqla Makkaga tuyuqsiz kirib, qarshilikni pasaytirish, ichki to'qinishdan saqlanib, Makkani tinch azod qilish uchun qurol ko'tarmagan odamlar omon qoladi. Haramga kirib olganlar omon qoladi. Palonning uyiga kirib olganlar omon qoladi deb kishilarni qurol ko'tarishdan saqlanishga majbur qiladi. Lekin Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom islomga nihoyat o'chmanlik qilgan, shundaqla dushmanlik qilgan 4 nafar kishiga hech qachon omonlik bermaydi. Shundaqla u 4 nafar kishini Kabening yopiqiga eslib olgan taqdirdami o'ldirib etinglar deb buyruq tushirdi. O 4 nafar kishining birisi bo'lsa Ikrima ibn Abu Jahil edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Makkaning har tarafidan musulmonlar qo'shinni kirgizdi. Makkaning ichidagi kishilarning ko'p qismi qarshilik ko'rsatmay taslim bo'ladi, qurol ko'tarmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom omonlik bergan urullarga kirib oladi. Lekin az bir qism chavandozlar musulmonlar qo'shini bilan qarshilashadi. Urushadi. Xolid ibn Valid ular bilan urushib, ularni nihoyat tez suratda besiqtirib o'tdi. Uning qatorida Ikrima ibn Abu Jahil bor edi. Ikrima ibn Abu Jahil qarshi turmaydiganligiga ko'z yetgandan keyin qochdi. Yamanga qochmoqchi bo'lib, Jiddaga qarab mangdi. U nihoyat tez suratda Jiddaga yetib kelib, Yamanga qochish uchun paraxotga chiqdi. Sahobalar bo'lsa, musulmonlarga nihoyat ig'ir zulmlarni sağan 4 kishini izlashga boshlaydi. Ikrima paraxotga chiqib, uzun o'tmayla dengizda to'lqin ko'tarilib, shamol chiqib ketdi. Paraxotni haydayotgan kishi yanada musulmon bo'lgan kishi bo'lib, Allohga duo qilinglar. Allohning bizni bu burondan saq-salomat o'tkazib qo'yish uchun Allohga duo qilinglar deydi. Ularning orasidagi musulmonlar Allohga duo qilishga boshlaydi. Ikrima nima qilishni bilolmay qoladi. Ikrima u kimning egasidan men nima deb duo qilaman deydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb duo qilgan deydi. Ikrima bu gapni anglab nihoyat g'azablandi. Men mushu gapdan qochib sening kimanga chiqdim. Endi yana mushu gapni deymanmi deydi. Kemining boshlig'i: "Ey yigit, Allohdan qo'rq. Allohdan boshqa iloh yo'q. Sen iloh deb ibodat qilayotgan u toshlar, u butlarning qo'lidan hech narsa kelmaydi. Allohdan tila. Allohdan tilasak bizni bu xatardan qutqizib oladi" deydi. Ikrima jiddiy o'ylandi va Allohga: "Ey Alloh, agar sen meni qutqazsang, men sana hech qanday shirk qo'shmay ibodat qilaman. Bundan keyin tavba qilib musulmon bo'laman" deb Allohga duo qildi. Ikrima duo qilib uzun o'tmay to'lqin bes qildi. Shamol o'tib ketdi. Ikrima darhol: "Meni qirg'oqqa olib qo'y. Men kendimga yanaman" dedi.
Kimichi İkrimini keyniga yandırıp qo'ydi. Bu vaqtda İkrimining ayoli Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning huzuriga berib, o'zining musulmon bo'lganligini e'lon qiladi. Shundaqla yo'ldoshi İkrimi uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdan omonlik talab qiladi. Uni kechirib o'tishini so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom "Bo'ladi, İkrimiga omonlik beraylik" deydi. Ya'ni Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom İkrimining musulmon bo'lishini shart qilmasdan uningga omonlik beradi. Ya'ni Mekkada yashash huquqi beradi. Musulmonlarga shuncha zulm qilishiga qaramasdan, musulmonlarning nurg'unlarini o'ltirishiga qaramasdan Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom uningga yana omonlik beradi. Ayoli nayt xushal bo'lib, jiddiy holda uyga qaytib tayyorlik qilishga boshlaydi. U İkrimining keynidan qo'g'lab, İkrimini qaytirib kelmoqchi edi. U tayyorlikni bitirib, jiddiy taraf qarab maqdi. U jiddiy yetib borgan vaqtida İkrima keyniga yenib qirg'oqqa tushdi. Ular qirg'oqda uchrashadi. Ayoli İkrimiga: "Ey İkrima, Rasululloh senga omonlik berdi" deydi. İkrima: "Men musulmon bo'lishni qaror qildim" deydi. Ayoli buni anglab nayt xursand bo'ladi. Shunda qilib İkrima va ayoli Makka qarab yo'lga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom İkrim qaytib kelishdan ilgari uning musulmon bo'lishini qaror qilganligini anglab nayt xursand bo'ladi. Va İkrima Makkaga kirgan vaqtida Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nayt xushalligidan to'nni keymay uni qarshalash uchun oldiga chiqadi. Va Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom İkrim bilan ko'rishishdan ilgari sahobalarga asla va asla İkrimining qashida uning dadasining yomon gapini qilmanglar. Dadang uni qilgan, dadang buni qilgan demanglar deydi. Bu nima degan buyuk sapa? Nima degan buyuk axloq? Bir musulmon qarindishining ko'nglini zida qilmaslik, ko'nglini og'ritmaslik uchun kafir bo'lsa-mu, uning dadasining yomon gapini qilmanglar dedi. Mana bu shundaq bizning dinimizda boshqalarga qul bilan aziyat berish emas, tili bilan, ya'ni ko'ngli og'riydigan gaplar bilan aziyat berish bu nihoyat qattiq cheklanadi. Bu bizning dinimizdagi eng yuksak axloq fazilat. Boshqalarning ko'nglini oyash uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom 3 odam bayada ikkinglar maxfiy gaplashmanglar deydi. Nima uchun? Chunki 3 odam bayada 2 odam maxfiy gaplashsa, bir odamning ko'ngli keladi. Demak, bizning dinimizda boshqalarning ko'ngli keladigan, boshqalarning ko'ngli og'ritadigan ishlar nihoyat qattiq cheklangan. Shuning uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom İkrimining qashida uning dadasining yomon gapini asla qilmanglar deb sahobalarni oldin ogohlantirdi. Biz o'zimiz qarab boqadigan bo'lsak, o'zimizning payg'ambar axloqidan naqadar yiroqlashib ketganligini ko'ramiz. Biz boshqalarning ko'nglini oyash emas, bu gapim boshqalarning ko'nglini kip qolarmi, boshqalarning ko'nglini og'irtib solarmi emas, qanday qilsam so'ngqua gaplarni qilib boshqalarning ko'nglini og'irta olayman, kulib turib ularni ranjita olayman deb bu haqda o'ylaymiz. Bu asla musulmonga loyiq ish emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda qiyomat kuni urun jihatda eng nachar, eng yomon bo'ladigan odam boshqalar uning tilidan qo'rqib, uniga gap qilishni ensaydigan odam deydi. Ya'ni bir odam sizga agar uniga gap qilsam, menga texmi sesliroq gapdan birini qilib, menga aziyat berib qolarmi deb sizdan boshqalar shundaq ensirsa, qiyomatdagi sizning o'rningiz nihoyat yomon bo'ladi. Bu nihoyat xatarli gap. Shuning uchun hammamiz qilgan gap so'zlarimizga diqqat qilishimiz kerak. Qilgan bu gapim boshqalarning ko'nglini og'irtamdi, og'irtmamdi, boshqalarning ko'ngli kelamdi, kelmamdi, boshqalarning tuyg'usiga, hissiyotiga tegamdi, tegmamdi. Bunga diqqat qilish kerak. Har xil taktika o'ynayman, siyosat o'ynayman deb boshqalarni e'tiborsizlashtirish orqali ularning ruhiga uradigan, ruhini tushkunlashtiradigan bu xil axloq asla musulmon axloq emas. Bu qiyomat kuni bizni urun jihatda eng nachar, eng qabih o'ringa ko'taradigan ishlarning birisi. Shunda qilib İkrima va ayoli Makkaga kirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom xo'shliqdan uni qarshalash uchun to'nini kiymay chiqdi va uni nihoyat qizg'in qarshiladi. İkrima hayoti bo'yicha islom qilgan dushmanligi, Rasululloh qarshi elib borgan urushlari sababli Rasulullohning chiroyiga qaramaydi. Beshini yerga sangiltib o'tiradi va beshini sangilatgan holda la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh, Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb shahodat aytib musulmon bo'ladi. Shunda qilib İkrima hayoti uchun yangi bir sahifa ochadi. Ilgari qilgan gunohlar uchun nihoyat ko'p yig'laydi, ibodatga nihoyat qattiq beriladi va ilgari gunohlarni yuvish uchun yaxshilikqa, jihadga nihoyat qattiq oldiraydi. Rasululloh vafot topgan qadar Rasulullohdan ayrilmay İslamni o'rganadi. Rasulullohning vafot bo'lishi İkrimiga nihoyat og'ir keladi. Chunki u Rasululloh bilan ko'p birga bo'lmagan, Rasululloh bilan ko'p birga namoz o'qiyanmagan, Rasulullohga ko'p hamroh bo'lmagan. Kashki burunroq musulmon bo'lib Rasulullohning ko'proq ta'lim olib olsam bo'pti-ken. Kashki burunroq musulmon bo'lib Rasululloh bilan ko'proq birga yashab olsam bo'pti-ken. Rasululloh bilan birga ko'proq namoz o'qib olsam bo'pti-ken. Rasulullohga qarshi emas, Rasululloh bilan birga jihad qilsam bo'pti-ken deb nihoyat hasrat chekadi. İkrima Hazrat Abu Bakr davrida elib berilgan jihadlarning hammasiga qatnashadi. Bizantiya qo'shini musulmonlar qo'shini oldin mag'lub bo'lgandan keyin Rim podshohi Herakli nihoyat zo'r qo'shin tashkillab musulmonlar qo'shinining Shamga kirishining oldini olmoqchi bo'ladi. Natijada ahli salaflardan 240 ming kishilik qo'shin hozirgi Iordaniya bilan Falastin o'rtasidagi Yarmuk degan joyga to'plashadi. Hazrat Abu Bakr bu xabarni anglagandan keyin jiddiy holda Xolid ibn Validga va Abu Ubayda Jarrohga buyruq tushirib, ikki qo'shinni birlashtirib Yarmuk qarab otilishga buyruq qiladi. Shunda qilib Abu Ubayda ibn Jarroh va Xolid ibn Validning ikki qo'shini birlashib Yarmuk qarab yuzinadi. Bu urushga İkrima qatnashadi. Shunda qilib buyuk ikki qo'shin Yarmukda uchrashadi. Ahli salaflarning soni 240 ming, musulmonlarning soni bo'lsa 36 ming edi. Ya'ni ahli salaflarning qo'shini musulmonlarning qo'shinidan 9 hassa kuchli edi. Ikki buyuk qo'shinning urushi boshlandi. Urush nihoyat shiddatli bo'ldi. Ahli salaflarning soni nihoyat ko'p bo'lg'achqa musulmonlar qo'shinini muhosiraga olib oladi.
Her tarafdan qıstab keladi. Seldek aqqan düşman aldıda nəhayət yaramlıq sahabalarını öz içine alğan musulmonlar qoşunu yutulub ketish xavfi ostida qoladi. Bu ciddi ahvolning naqadar xatarlik ekanligini tunib yetgan Ikrima qanday qilsa qilib muhosirni bosmisi bo'lmaydiganligini tunib yetadi va muhosirni bosish uchun bir bilik kishilarning jinni pido qilib, ya'ni o'zining o'lib ketadiganligini bilib bo'lsa-mu, shu sababga o'zini etib muhosirni bosib o'tishning birdan-bir qutulish yo'li ekanligini tunib yetadi. Shundaqla bu xatarlik ishqa birinchi bo'lib o'zini qurbon qilishni qaror qiladi. Ikrima vaqtni ching tutish uchun Igeziyaga chiqib, darhol kim menga o'limga bay'at qiladi deb to'laydi. Chaqmoq kabi chiqqan bu ovozdan sahobalar hang-tang qoladi. Xolid ibn Valid nima ish qilmoqchisan deydi. Ikrima planni o'tirib qo'ydi. Xolid ibn Valid unda qilsang bo'lmaydi. Sening o'liming bizga ig'ir keladi. Bunda qilsang u chiqib o'lib ketishing mumkin deydi. Ikrima meni bu yo'lda shahid bo'g'ilib qo'y. Sen Rasululloh bilan birga jihadga chiqding. Mendan uzun Rasululloh bilan birga yashading. Mening gunohim bak ko'p. Mening gunohimni yo'g'ilib qo'y deb mahkam turadi. Shunda qilib Ikrimaning chaqirig'iga sahobalar bas-basda ovoz qo'shib 400 nafar sahaba o'limga bay'at qiladi. Ya'ni o'lgan qadar toki muhosirni bosib o'tguncha keyiniga chekinmaydiganligiga o'limga bay'at qiladi. Bu islom tarixidagi tunji o'limga bay'at qilgan fidoi atrat edi. Hazrat Ikrima boshchiligidagi bu o'lim atrati o'limdan boshqa hech narsani o'ylamagan asosda muhosirdagi eng ojiz nuqtaga o'qdak etilib hujumni boshlaydi. Rumlar tarafidan yamg'u kabi o'qyalar, nayzilar edi. Rim qo'mondoni bu atratning boshlig'i bo'lgan Ikrimaga o'qya aytishga buyruq qiladi. Ular o'qiya atadi. O'qiya Ikrimaning yuragiga sanchiladi. Ikrima shu yerda yiqiladi. Qo'mondonining yerga yiqilganligini ko'rgan o'lim atrati texmi qaysarlashib, texmi jasorat bilan olqirab ilgilaydi. Natijada muhosirni bosib o'tadi. Shunda qilib musulmonlar qo'shini saq-salomat muhosirdan qutulib oladi. Rim qo'shini keyniga chekinadi. O'lim atratidagi sahobalarning ko'p qismi shahid bo'lgan edi. Xolid ibn Valid shahidlar orasidan Ikrimani izlaydi. Qorg'udak bo'lsa, Ikrima ibn Abu Jahl qonga milangan holda jon talishayotadi. Uning qashida Haris ismli bir sahabi qonga milangan holda shalolak holda yotadi. Uning yana bir tarafida Iyash ismli bir sahabi yotadi. Xolid ibn Valid ularning qashiga keladi. Uningdan nəhayət ko'p qon oqqan bo'lib susab ketgan edi. Haris suv kelgan vaqtida suv ichishdan ilgari yendi yotgan Ikrimaga qaraydi. Ikrimadan nəhayət ko'p qon oqqanligini ko'rgan Haris avval Ikrima isso'l deydi. Saqi suni Ikrimaning qashiga keladi. Ikrima yana bir tarafida yotgan Iyash qarab avval Iyash isso'l deydi. Saqi suni Iyashning qashiga olib keladi. Iyashmu nəhayət halsizlanib usab ketgan edi. Lekin u shundaqdimi? Eng avval suni talab qilgan qarindishim ishmaguncha Alloh bilan qasamman suni ishmayman deydi. Mana bu sahobalardagi jon halqumi kelgan vaqtidami o'ziga yaxshi ko'rganni qarindishi yaxshi ko'rishi edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning o'ziga yaxshi ko'rgan narsani qarindishiga yaxshi ko'rmaguchilik mu'min bo'lolmaysizlar degan bu so'zi sahobalarning jon halqumi kelib qolgan vaqtidami kuchini yo'qotmagan edi. Saqi suni dastlabda suv talab qilgan Harisning qashiga olib keladi. Ammo Haris jon o'zga edi. Undan keyin Ikrimaning qashiga olib keladi. Ikrima jon o'zga edi. Undan keyin Iyashning qashiga olib keladi. Iyashmi jon o'zga edi. Bu 3 sahoba shahodat oldidami o'ziga yaxshi ko'rganni qarindishiga yaxshi ko'rishda namuna yaratib shahodat maqomiga yetgan edi. Shunda qilib Ikrima ibn Abu Jahl shahidlik maqomiga yetib Allohning huzuriga safar qiladi. Alloh taolo Ikrimaga rahmat qilsin. Alloh taolo bizga Ikrimaga o'xshash qo'rqmaslik, jasorat, vaqti kelganda o'zimizni pido qiladigan ruh ato qilsin. Sahobalar izidin chaqnagan izzat nuri o'tgani siqin idin haq islomning tulquli boshagimiz kafirga shiddat bilan aqsili Hamza Xolid Musaddak shir yurak o'g'lonlari